5 sekund, 6 sekund. Ovozi chiqib, yozuv chiqariladi. Chiqdimi? Bosdinglar, pastga kirasizlar. Kodi bor, 1 dan 4 gacha bosish kerak bo'ladi. Plus bilan bosasizlar, reshotka bilan o'tkazasizlar. 2 3 4 ketdi. Keyin minusni bosib, TTXY deganni qidirasizlar. Funksiyalari ko'p. Bir o'tirib, qarasanglar kitobni o'qisanglar funksiyasi ko'p. Biz shuni oqtarib turib o'zim topganman, tamam? Kompyuterni. Buni o'chirganmi? Bu avtobus, bu boshqarasi. Ana o'chirib qo'yishgan ekan. Yoniq положениеda nima yozib chiqadi? Alt off chiqish kerak ekanda. TTXY deb chiqadi. Alt off chiqish kerak ekanda. Hozir postdan olib to'qonadi. Mashu bo'lishi kerak. Mana shu. Z. Bu imini bo'leri datchigi ulanmagan bo'lsa yoki mana shunaqa перемычкали variant bo'lsa, mana shuni yonib turganda minusni bitta bosasizlar. Off. Bitta подтверждение ortaga mana bilan chiqib ketish. Buni nimalari ko'p? Test qilsa ham bo'ladi. Restart bor. Qo'ngni adashtirib mito narsa qilib qo'ygan bo'lsa, restart bo'lsa bo'ladi. Bitta restart bo'lsa, boshqatdan avtomatik programma o'tib oladi. Keyin testda nimalari bor? Norm holat, средний ishlash mощности ishlashi и maksimalniy ishlashi bor. Mana bu. Mashinga kirgan ekanmiz-da. Yana bitta varianti bor. Buni testoviy rejim qilsangiz bo'ladi. Masalan, fan. Bilmaysiz, ventilyator оборотini hozir ko'ramiz. Hozir bu sekin komanda berib ishlatadi. Отдельно питание berish kerak emas, qanaqadir borki, ishlatmay ketyapti ishlayapti. Ventilyator faqat ventilyator ishlayapti. Tekshirib olishingiz uchun. Оборотini ko'rsatadi. Yaxshi. Yo'qada bo'l. Отключить, включить, yoqish, o'chirish, plus minus bilan. Keyin chiqib ketganingizdan keyin o'zi joyiga tushib ketadi. Keyin nimaga bor? Nasos. Nasos qanaqa? Nasos. Shunaqa nimalari bor. Har yo'li test qiladimi? Ha, har bittasi test qilib tekshirib chiqsangiz bo'ladi. Shtiralkiga o'xshadi. Nimalari ketgan, ketmagan bilish uchun. Prям ichini ochmayman. Ошибка bo'lsa, qarang. Ошибка bo'lsa, yo bir korotkий bo'lsa, o'zi sразу ekranda qanaqadir Margat qiladi. migat qiladi. O'shanda tekshirib olish sonligini ham ko'rsatib tursa, hisobda ham ko'rsatgan. No, давление bo'lsa 302, 303 anaqa gazniki, 312, 12 ошибка. Tamam, 302 ni o'zi bosim tushib ketgan bo'lsa, 12 si havo bilan связаны. Mana shu narsa ko'rsatadi. 349. Nasos ko'rsatadi. Ishlayapti. Qani sog'liq. Yo'q bu. Yana qo'shimcha. Ichini bilasizlar? Вообще muammo emas. Program bo'yicha bilib oldinglar.